Xullas, rassom emasman, lekin odam tanasini chizishga harakat qildim. Bugungi mavzuyimiz dumg'aza quymich kistasi. Mana bu dumba taraf xullas, mana beli. Mana shu yerda aynan dumg'aza sohasida ko'pchilik bemorlarda yiringli ajralmalar yoki qonli ajralmalar ajralishi mumkin. Yoki mana bu yerda mana bundoq teshikcha sifat holat paydo bo'lgan bo'ladi va buni tagida mana bunday yiringlagan joy bo'ladi. Mana shu yiring ichidan bu kimgadir katta, kimgadir kichik, yoki bitta yoki ikkita teshik bo'ladi mana bundoq. Mana shu imенно teshiklardan yiringli ajralmalar ajralib chiqib turadi. Bu nimadan paydo bo'ladi? Dumg'aza sohasidagi sochni ildizlarini pastga o'sib ketishi natijasida yiringlay boshlaydi. Mana buni ichida tukla, ya'ni soch bo'ladi. Operatsiya qilganda mana shu soch tolalarini ildizi bilan toki olib tashlanmas ekan yoki kuydirib soch ildizlari kuydirib tashlanmas ekan, bu qayta yiringlash jarayoni davom etadi. Buni qanaqa usulda operatsiya qilish mumkinligini keyingi videolarda to'liq tushuntirib beraman. Siz bilan proktolog, flebolog Shermuhammad Fayzullayev.